nafasday, darslar, imtihonlar, kechki suhbatlar. Har biringizda o'z yo'li, o'z dardi bor edi. Ammo birga bo'ldik, shu yetarli edi. 95-21 bu faqat raqam emas, hayotdan o'tgan bir oila, bir sahifa. Qiyin damlarda yelkama-yelka turdi, bir-birimizga tayanch bo'ldik tinmay. 95-21 xotiralar qoladi, yurakda sokin bir sado bo'lib. Xayr, endi yo'llar ajralar, lekin do'stlik abadiy porlaydi. Xotiralar qoladi. Har biringizning o'z orzusi, o'z maqsadi. Kelajakda yetib borasiz o'z cho'qqilaringizga. 5 yil ichida o'rgangan saboqlar ko'p, ular siz bilan birga yuradi har qadamda. Endi har kim o'z yo'lida davom etadi, lekin o'sha kechki suhbatlar, o'sha tabassumlar yuragimda abadiy joy oldi. Sog'inch bo'lib, lekin quvonch bo'lib qoladi. 95-21 xotiralar qoladi, yurakda sokin bir sado bo'lib. Xayr, endi yo'llar ajralar, lekin do'stlik abadiy porlaydi. Xotiralar qoladi. Rahmat sizlarga, aziz hamrohlarim. Hayotning bu bo'lagini go'zal qilganlar. Vaqt o'tkinchi, ammo chin do'stlik qoladi. Har biringizning baxtiga tilaklarim bor. 95-21 mening eng qadrli xotiram. Sizlar bilan o'tgan kunlaring muqaddas sahifam. Xayr, ammo sog'inch cheksiz, yurakda abadiy yashaysiz sizlar. 95-21 xotiralar qoladi, do'stlik abadiy porlaydi.